Assalomu alaykum hammaga, aziz do'stlar, obunachilar. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Shaharsaroy tumanining Chorshanba mol bozorini syomka qilyapmiz do'stlar. Bugun sanamiz 19-mart, hafta kuniga payshanba. Payshanba kuni bo'lib o'tyapti. Bugun kallasi bor-ku, qo'zini kallasi. Mana ballari sotish uchun o'sha. bu nima olibsiz? Sotilmaydi. Yo'q, yo'q. Demak, bitta dona. Sotilmayotgan narxda. Ha, 500 dollar. Balasi qancha? Balasi 30 mingga sotdik mana. Vilka. 30 ming? Ha, 30 ming. 100 mingmi? Shunday. Bular 500 dollardan, ha? Yo'q, sotilmaydi. Ya 1000 dollar ham aytavering, bu xabarsizlik-ku. U haqiqiy bu, o'g'irlamagan bo'lsa. Qo'ylar 100 ming dollar sotilyapti. Chiqsin biladi ham 10 ming dollar. Vilka. 30 mingdan bala. Chiqaring, olishga qo'radi. Yaxshi. 90 ming, 100 ming mana qo'radi. Turizda, u ham turist. Yo'q, 1 million. Bu 1 million. Turist, ha? Narxini sonlik 070 070 75 09 75 09. 09. Chista turizm bo'lsa ketadi. Kelishilayotgan joy bor. Bormi? Bo'ldi. Telefon qilaver, aloqa chiqadi sizga. To'g'ri. 1 million. Mana 1 million. Bunisimi? Telefon nomerlari bo'lsa qoldirib qo'yamiz. Yo'qmi? Nima? Telefon nomeri? Telefon nomeri. Telefon nomeri bor. Ishqibozlar telefon qiladi-da. Ha, bemalol. Agar pul tashlab olishtirib ham yoraver aka. Vizitga chaqira, ayting. 88lik 88lik 588 588 82 82 20 20. Mana shu xo'rozni nomer aloqa chiqaverasizlar 1 million narx, ha? 1 million deyamiz. 1 million kami bor, kelishayotgan joyi bor. Bucha. Katta xo'roz ekanmi deyman, ha? Pullari ham katta-katta. Ketmaydigan bo'lsa. Yo, olishadimi? Ayting nomerini bir. 77lik 77lik 964 964 0301. 0301. Bo'ldi, mana shu xo'rozga. Bu olisham bu ya? Ha, yeydi. Sizlar zo'r ekanlik. Tovuq deydi. Tovuqmi, xo'rozmi bular? Birini olib kamini olmaydi. Xo'rozmi, tovuqmi bu? Buyoqqa qarang. Bu yoq qanchaga? 60 mingdan, ha? Urg'ochi erkak. Asli. Qaysi kanal? 800. 800. Qarodasimi ekan? Kulanga. Vilka. Kulanga dedimi egasi? Ha, Vilkani. 800 ming ha mana shu kattasi. Kichkinalar qancha balachalar? Balachalari 60 ming, 70 ming. 60 ming, 70 ming. Siz nomeringizni qoldiruvdik ha o'sha. Ya eslatma qilib aytib qo'ya bir qiziqqanlar olaveradi-da. O'zingiz ham olib qo'yasiz. Telefon nomeri. Xohlagan razmeriga, xohlagan turdagi yo'llama. Telefon nomerini aytib. Telefon nomerim 88lik 340 0666. 16 bo'ldi aka mana. Bu bir qaroda jaydari to'g'ri beraverasiz, ha? Hammasida to'g'ri. Bo'ldi, siz mana shu aka aloqa chiqaverasiz. Mana bunaqa svitlardan bor ekan. Oq 800 ming. 800 ming ekan, 60 santimetr bor ekan. Bo'ldi, mana Firuz o'z kelishtirib beradi. Va aytishni unutmaydi. Mayli, savdongizga baraka. 30 ming? Yaxshi. Kiramga qo'yasiz buni. Ikkovga. G'oz kimniki bu? Ha, siznami? 100 ming? Donasi 100 mingdan, ha? Tug'adi ha bular? 100 mingdan g'ozlar mana. Chorshanba bozoriga mana hamma narsa chiqaveradi, kelaverasizlar. Obunachi, podpischilar. Ashaddiy, like bosayapsizlarmi? Ikkitalab bosinglar. Instagram, YouTube'ga ketdinglar mana. Ya. Kimlarning ekan bu aka? Sizlardan emas. Nechi pulga? Sotiladi. Shuni 40 qilgan tayyor ekanda. Kamiga 5 ta, 5 dan kam yo'q bo'ladi. Qo'chqorlar asrasanglar. To'g'rimi? Mana yuribsizmi? Shunday. Nechi pul bu?
taxminan примерно ayting. 9 ga oldi. Ikkovini. Bir joyga 9 million. Voy, 9 ga mana shu tayinlab. Yuribdi lekin. Juni olingan tayyorda. Ha? O'zi zo'roq. Igiz balasi. Ya bozor qilganini aytib qo'ying aka. Ya narxini bilsangiz kerak. Ben shopir aka. 6mi 7mi qancha qildi? Chunki 6,5 7 gana bo'ldi. Iko ham qo'shqor. Iko ham qo'shqor aka. Nech pulmi? Qo'shqor 5 million so'm aka. 5 million kami bor. 4 million 200 so'rayapti. Qaysini? 4 million 200. Uchi? Buni 6,5 million. Olcha. 5,5 million so'rayapti. Ishar. Iko ham qo'z, ha? Yo'q, yo'q. Bu chori qo'z aka. Chori 4 yosh bilanmi? 4 yosh aka. 4 yashar. Bozor shunday mana. Boqmalar 4 million ha aka shunday. 4 million. Feruz Uskan ha. Kimdan ekan bu? Bizda mani ko'rsatmayman. Yo. Men qara kamera pastga turibdi-ku. Trendga chiqib ketmaysiz, qo'rqmang. Nech pul? Rais? U kicha qancha? 11,5 pul. Chiroyli narsa ekan-da. 11,5. 11,5 urg'ochi, 12 million u kichasi. Kuchat pul bo'lyapti, endi kuchat. Nech pul bu birachka? 18,5 million so'm aka. 8,5? 18,5. Ha, 18,5 bu kuchi. Mana shu 9 oylik buzovchi. 9 oylik bu kuchi. Nech pul bo'lsa beramiz? 17,5 so'm oxiri. 17,5 oxiri. Telefon nomeri bormi? Aytqani? 87lik Aha. 078 58 90? 96. 96 oxiri. 17 millionsa ketadi, ha? 17,5 so'm ketadi. 17,5. 16 million 700 mingga berildi. Ya shivit yaxshi o'picha. 9 oylik buzovchi. Bo'ldi mana Sharsabzdan qishloqdan mana bu birachka. Ma'qul kelmasa narxlari bog'lanaveradi. Aka mana bitta oladi. Faqat buni tushirmanda bo'lishini. Bo'ldi mana moli tushyapti. Nech pul aka bilan? 13 million deyapmiz. Ya bozor pul chiqqanini aytib qo'yavering. 12,5 pul bor. Chesta 12,5 ga borda. Birdan oshgan. Yoshi ham. 12,5. 13 ming dollarga taqalyapti-da. Yaxshi. Umrlar qoldiring. Qiziq bo'lsa. Ho'kizlar ham serob chiqdi lekin. Shuvit qancha ekan aka shuvit? 25 qad aka bozor. 25. O'z necha aytyapsiz? 28 baho qo'ydi. 28 dan. Olvon stakan yo'q. 25 million. Yak. Ho'kiz qancha ekan aka bu? Qarasi ham zo'r ekan. Puli qancha bordi aka buni? 500 million. 20 million 500. Ya bo'ldi olgan. Ho'kiz qancha bordi aka puli? 21,5. 21,5. 21 million. 20 katta ho'kiz va odamni xayriga kelyapti. Ho'kiz necha bordi ho'kiz? Yaxshi. Bu 27 gacha bordi. 20. Aka bu gapni o'ynayapti ayting, unasi pulimizni olsin, 22gacha. 26 million olsin aka. Bering yana o'tiradi. 27 ham ekan. Boqmayganda pishmabdi-da.
Biri oraya Nodir aka 26 ya. Necha bo'pti? 46 million. Kimniki ekan? Ag'lak. 46 millionga puli chiqqan. Biri 70 ham chiqar ekan. Katta. Bu qancha bo'pti aka? 39 ga berilmayapti. Bo'ldi. 39 ga berilmayapti. Katta ho'kizda sero bag'i ho'kizlar. Tanalar, sigirlar so'raymiz hozirroq. Do'stlar, bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna qo'yaveramiz. Jonka dallo. Yaxshimi? Zo'rmi? Bunaqami aka? Bunaqa. Sizga Odamlar sog'inib ketdi. mana kelyapmizku. 22 million 200 ming so'm. Shu 200 mani hurmatim yo'qmi senga? Borini aytaman. Aslida qancha ishlab beraveradi? Yo, bo'la 22 million. 22 million. Ana bularga tom bilmaysan. Barakani bo'lsang mana shaqqa olsin. 23 yarim bizda sotib. 23 yarim. Odamlar 21 so'rasa, men 22 million so'rayman. Kuyovlarimiz ketdi mana. Mana 21 22 so'rada 23 million bo'lsa beraman deyapti. 23 yarim. Aytib qo'yavering. 88lik 384 384 1790. 1790. To'da maydondan. O'l hamma taniydi sizda. Hamma taniydi. 23 million dastavkasi ichiga 23 million bo'lsa. 23 yarim dastavkasi ichiga. Ichiga. Semiz ekan zo'r. Yo, semiz zo'r ekan. Nechi kilo? Jivoyga qancha chiqadi? Jivoy 420 kilo bor. 420. Endi semiz suyilayotgan meni qashsob akalar telefon qilishi mumkin-da mana. Telefon qilaverasizlar. Yo, to'ppa-to'g'ri. Bittalarga suyishim. Bo'ldi. Nechta tuqqan ekan? Ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi. Urg'ochimi? Urg'ochi. Balasi urg'och. Suti qancha bor ekan suti? 6 litr bor ha. Necha bermadingiz? 22 bin. 22 million. Nomer aytasiz. Qoldi. Biz nomerda ayt nechida? Niki bor? Sotilma telefon qilib qiziqqanlar. Mana ina bir 6 ta suti bor. Ixchamda bular. Ro'zg'or. Ro'zg'or bo'ldi aka bular. 8 ta beryapti, 12 ta olib. 77 lik 390 81 17 ta. Dehqonmi sizda savdogan? Dehqon ama dehqonlar. Nechimsa ketadi buni? Olib borib berasiz endi bosh. Sharsiz teplarasiz. 23 million so'm bor. 23 million so'm borib berasiz ha. Aka nomerini qoldirib qo'ydik, telefon qilaverasiz. Balasi urg'och edimi? Balasi urg'och. Yaxshi 6 ta suti bor. Ro'zg'or bo'pti bular mana. Taglar. Mana yaxshi. Nomerni qoldirib qo'ydik, bosaverasiz. Abbos va nechiga boryapti sigir? 35 ta aka. 35. Bala nima ekan? Urg'och. Nechta tuqqan? Birinchi 35 million. Bozor qancha? 25 million. O'rtoqlar. Talg'ir ekan, ha, talg'ir. Talg'ir sigir ekan. Firuz uz deb olsangiz poyskasi chiqadi. Ya al birinchi bitta valadi ali yoshli. Kameradan nima bu katta ikkita sigirni olib o'tiribsiz? Qana birashga. Alaykum assalom. Yaxshi rahmat, o'z zo'rmi? Qani, polvon? Shogird. Nechtadan tuqqan? Mana shu 300ga sturkin Yo'qki yeli. Bo'g'ozmi? Uni 8 oylik bo'g'oz. Qorasi. Aha, bucha. O'zi 5 oylik. 5 oylik. Ha. Ashi yegan sigir qaydan topdingiz biladi? Ha?
Biz obunachilar berang bir kelishtirib. Beramiz. Mana bo'lsa tuqqaniga 20 ta 22 ta sut beradi. Hozir 8 ta 10 ta sut bor. Hozir bir mahal sog'iladi. Aha. 8 oylik bo'ladi. 8 oylik. Garantiya. Necha chiqargan bilan? Bu 4-chi qorin, bu 3-chi qorin. 3 qorin. Ha. Necha pul narxlarni ayting. Narxi qiziq. Bunisiga 40 million, bunisiga 35 million. Kelishaveramiz. Normal beradimi sutni? Ha, sog'ib puli bo'ladi, shundaymi? Sog'ib puli bosadi. Ya'ni sog'ib puli bo'ladi sizga. Ishonchli sutni olishiga tekshirib oladi yani. Bemalol olaversan, mana. Mollar garantiya sog'ligiga. 8 oylik, 5 oylik bo'ladi. 5 oylik, uni 8 oylik. Nomerda ayting ha. 97 lik, 97 lik, 318, 318, 84, 84, 87. 87. Bo'ldi. Alloh chiqaveringizlar. Chiqaveringizlar ha. Siz gazel ham bor ha menimcha, dastlabki ham qilib berasiz. O'zbekistonning любой точкasiga olib borib beraverasiz. Sigirlar katta. Yaxshi. To'g'ri. Bu yakkami, inasi yo'q. 5 oylik. Nechi pul? Shvet. Ayoqlar ham stakan yo'q ekan. 15,5 deymiz, 15 million bo'lsa beramiz, 14,5 bozor turadi ha. 5 oylik uzoqcha lekin. Qo'ylar tur ekan. Sal qaroq ish qolyapti-da, nayroq. 5 oylik 14,5gacha qildi ha. Bu log'ay nomerini qoldiramiz hozir. Bu qancha? Bu aka 10 ta suv oladi. Bundan o'chadi bo'lasiz garantiya. 10 litr sut beradi. 8 10 ta garantiya beraman, ikkinchi olasiz, uchinchi olasiz. To'mayapti bu. Sug'am. Ikkita so'lmagan aka. Ha, ikkita so'g'ilmagan. 26,5 million. 26,5. 28 deb turibman aka. Aha. Mo'qlarga bergan. 8 oylik deding ha bola. Bo'g'ib. Ha, 3 oylik bu bola. Bu qancha? Bundan 8 ta suv bor. 20,5 million so'rab 23 sotaman. Buni o'ylayapsiz. Oxir mana qara. Mana bitta. Mana ikkita buni olaylik mana. Alani. Bu uchinchi ha? Uchovi mana bir kishiniki. Bo'ldi, birasiga mak. Hammasini sanosi bor mana, sviti bor, narxi bor. Svit almalla. Nomerda aytamiz. 90lik 667 0809 ha. O'zbekiston Lupa tochkasiga dastak qilib beramiz. Tochkalar zo'r ekan ha, tochkalar. Suskalar zo'r chiqmaydi. Yo'q, bo'ldi. Narxni aytdik, kantayda qoldirdik deb qo'ng'ilaverasiz mana hozir. Sharsal uchun olib. Yuba joyga borib beramiz. Bo'ldi, birasiga mana. Bu kichik 14. 26 27 turdi. Nomerlar qoldirdik. Bo'g'oz. Bu ham bo'g'oz edimi? Bu ham. 2 oy bo'lgan qochgan. Bo'ldi, savdo ham bersa mana nomerni qoldirdik deb qo'ng'ilaverasiz. Siz nomerdan tushuntirib beramiz. Bo'ldi, rahmat. Biz o'z kanaldan chiqamiz. Действительно olsaylar vrachga hammasi Sharsal uchun ollar. Kelishtirib beramiz. Mollarni tavsiyalarni almashtirgan almasi. 17 million. Nechi pul beradi? Bozor nechi pul qildi bozor? 15. 5 oylik balasi bor ha? 15. Yaxshi. Ha. 13,5. Buqaga qo'ysa bo'ladi-a shularni. Qocha. Katta, uzoq ha. Ha, buqaga tayyor 13 million-da. Buqa tayyor tanalar 13 million aytilyapti. Bu aytilishimi yo bermagansizmi? Bermaganim 13,5. Ha, berilmagan. Mana Rossiyada ketdilar. Ha, qanday? Mana ashadi podpischik obunachilar, zo'rmisiz? Yaxshi. Bunisi qancha manasi? 25 million so'radi. 225. Yaxshimi? Qo'lingizni olib qo'yaylik, zo'rmi? Charchamasdan. 225 bir joyga, kami bor. Zo'radi. Bu qancha ekan aka? 13,5. Buqaga tayyor ha? Qo'ysam bo'ladi. Bo'ladi, ko'payadi, to'g'rimi? $1000 ekanda mana. Endi men so'rab chiqyapman mana. Ko'plar hamma molni olib bo'lmaydi mana. Siz xolis mana, siz ham obunachida mana, podpischik. $1000 mana shu buqaga tayyor mol qilaman, ko'paytiraman deydi-ku. $1000 ekan. Mana shu tanalar. Endi primerni har birini ola olmaysiz-da. Mana bozor ham o'zi tugayman deb yaqinlashib qoldi. Kurs qancha bo'ladi, bilmaysizmi? 1 million 210 ming. 1 million 210 ming. Ko'tarilib oshibdi-a. Shunday. Yaxshi. Mana bozorning holati shu. Kichkina buzoqlar oldik, qo'ylarni oldik. O'rtoqlar har bozor chiqib boryapti bozorimiz. Like bosib qo'llab o'ta turinglar. O'sha ko'proq like bossanglar, kanal ko'proq odamga ko'rsatadi. Algoritm. O'sha like bosib kommentariy yozsanglar, Google algoritm ishlaydi. Ko'proq odamga ko'rsatadi, prosmotr bo'ladi. O'sha uchun biz ko'proq like bosinglar deymiz. Bizga bu YouTubedan pul yo'q, monetizatsiya yo'q. O'sha reklama bo'ladi. O'rtoqlar o'sha bizga podдержкалaring, ko'proq like bosib kommentariy fikrlar yozsanglar, podдержка qilganlaring shu bo'ladi.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, fikrlar katta yo'linglar, o'shanga qarab video mol, qo'y, nimaga qiziqsanglar, o'shan ko'proq olamiz. Ko'proq narsani olmaymiz, o'sha fikrlar katta yozib qoldiramiz. Video cho'zilib ketadi, qo'ldan kelsa videoga oldik. Mana ro'zaning oxirgi kuni, ertaga Hayit bayrami 20-kuni, namoz kuni. Bugun ro'zaning oxirgi kuni. Hammani bir oy tutgan ro'za ayyom bilan tabriklaymiz. Alloh hammani shorbotiga baraka bersin. Nima niyat qilganmiz, niyatlarga erishsin. Videomizni tugatamiz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi bozor kuni uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz.